Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roz, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağış 2023 yıl 6. ayının 22. günü haftaga Perşembe. Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimizni aytsak, hazır bütün torbetleri, sizge bizge tonuş torbetleri ve yazgıçılarının hammasi, video film işlegiçilerinin hammasi, adabbas münazara ve telqin muhakemede Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping mustabid dedi. Muşu mavzu, muşu fikri bilen telqin muhakeme ketawatıdı. Bu siz için, biz için, bütün dünya için belki vatandaş beşaret karakterlik vaziyet buluş mümkün. Aynı çağda siz bilirsiniz, Amerika Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti merhum Reagan ham shundoq degan edi. Sovetlar imperiyasi yovuz imperiya degan edi. Mushu bir jumla so'z Sovet imperiyasi kommunizm imperiyasi deb qilgan edi vatandaş. Bugün hem siz hem biz arzu qilamiz, kutimiz ki, ümit qilamiz ki Prezident Joe Biden bugün dedi ki Reis Xi Jinping mustabid. Endi belki bugün Perşembe keldi deymiz de hesapta Hindistan'ın veziri Narendra Modi Washington'da ziyarette bulundu. Mesela Jungo'nun devlet rehberini mustabid deb atab durup bugün Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden Washington'da Hindistan'ın veziri Modi'ni qarşıladı. Qaltis görünüş. Ondan keyin tünügün dedik leksiyamızın 5'ida Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijing'den bevosita Londonga uchib qaltis bir safarni boshladi degan edi vatandosh. Xudo madad va nusrat ato qilsin bu davlat ishlar katibiga. Antony Blinken Londonda 60 davlat diplomatlarının yig'iniga qatnashib Ukrainani qayta qurish, ya'ni urushdan keyingi Ukrainani qayta qurish, urush mezgilida va urush davrida turayotgan Ukrainaga yordam berish masalasini muhokama qildi vatandosh. Mana shundoq bugungi dunyoning, jahonning vaziyati mana shu yerda. Bugun biz sizlarga so'zlaydigan leksiyaning mavzusi bundoq vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken Londonda 7 davlat guruhining Yevropa ittifoqi turish vakillari bilan ko'rishib, Jungo'ga qaratgan siyosatini birlikka keltirdi. Mavzuli xabar 6. ayning 22. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlan. Tayyib Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken Angliyada Londonda 7 davlat guruhining Yevropadagi vakillari bilan ko'rishgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi 6. ayning 21. kuni bunday ko'rsatdi. Altıncı ayının 21. günü bunday ko'rsatdi. Yetti davlat guruhi birlikka kelgan ittifoqlashgan maydonini ifodaladi. Yig'in mezgilida maydonni ifodaladi hamda Jungo'ga taqobil turish masalasida qadamni birlikka keltirib zich moslashtirishning muhimligini, afzalligini ta'kidladi. Davlat mahkamasi bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Londonda o'tkazilgan Ukrainani qayta qurish yig'ini mezgilida Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Angliya, Yevropa ittifoqining vakillari bilan ko'rishib, hamda bu vakillarga yaqinda Jungo'ni ziyorat qilib, Jungo rahbarlari bilan ko'rishish ahvolini tushuntirdi.
Devlet İşler katibi Antony Blinken yetti devlet güroyunun Avrupa'da turuşluq vekilleri bilen görüştüm burun, yaki bir gün burun, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden bu qatimliq saylamga ovoz to'plash faoliyatida, yani 2024-yildagi saylamga ovoz to'plash faoliyatida Jungo'ning reisi Xi Jinping mustabid deb atadı. Jungo taraf bundaq dedi, prezidentning so'zlari siyosiy ig'vogarchilik. Jungo meselesi baştan ahir Avrupa İttifakı ve Amerika'nın dikkat kıladigan muhim noktası bulup geldi vatandaş. Ötken ayının ahırda Amerika ile Avrupa İttifakı Şvetsiyada açılgan Soda ve Texnika Komiteti yığını ahırlaşkandan keyin ortak bayanat e'lon qilib Jungo'nun gayri bazar egiligi harakatlariga ve saxta uçar, yalgan uçar tarqitishlarga qo'l tutishib, qarishtirishga, zarba berishga va'da bergan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi mundaq ko'rsatdi. G7 davlat guruhi qadamni moslashtirib, Jungo'ning iqtisodiy zo'ravonlik harakatlariga qarshi turmas. Mushqatim yani shunday ifoda bildirdi. Bu yil 5. ayda Yaponiya Hiroshimada shunday qaror qildi. Hozir Londonda yana shunday va'da beryapti. Nima deydi? Qadamni moslashtirib, Jungo'ning iqtisodiy zo'ravonlik harakatlariga qarshi turamiz. Xi Jinping 3. qatam reis bo'lib saylangandan beri Jungo Kompartiyasi iqtisodni gullantirishning vaziyatni muqimlashtirishda muhim ekanligini tanab yetgan edi vatandaş. Hozir ham shu iqtisod qaysalga kelib qoldi.